66 kvadratli 3 xonali kvartiramiz birinchi qavatda sotuvga chiqyapti. Biz hozir koridor qismida turibmiz. Bu tomonda bizlarda oyna qilingan mana shunaqa telefon va bu tomonda bizlarda asosiy kirib kelishimiz eshigi, shiftlari yevromontaj qilingan. Ana endi xonalarni ko'rishni boshlaymiz. Mana bu yerda bizlarda birinchi xonamiz. Bu kattalar yotoqxonasi bo'lyapti. Kattalar yotoqxonasida ham kerakli hamma mebel jihozlari bor. Duxovxonada kotel, soblikol, radiatorlar qilingan. Bu yerda bizlarda oshxona, oshxonada ham hamma kerakli mebel jihozlari bor. Bundan tashqari balkoni ham bor. Kvartiramiz Sagdiana Samko'da joylashgan. Birinchi qavatda Novostroyga qishloqda. Bu yer esa bizlarda bolalar yotoqxonasi bo'lyapti. Kvartirani kadastr hujjatlari tayyor turibdi. Bir kunda avrov olishingiz mumkin. Bu yerda esa sanuzel, общий va mana shunaqa chiroyli bizlarda mehmonxonamiz bor. Mehmonxonada mana shunaqa chiroyli mягкая zona, уголок qo'yilgan, stol, pufiklar qo'yilgan, televizor va televizor podstavkasi ham qo'yilgan. Do'stlar, kvartiramizning kvadrati 66 kvadrat Novostroyga qishloqda joylashgan. Kimga qiziq bo'lsa kirib, pastdagi nomer telefonlarga telefon qilinglar. Narxini opsionda yozib qoldiramiz.